qanaqasiga mendan 35 million pul olib qolishi mumkin, 2 yil pulimni aylantirib. Bitta uyi bo'lsa-ki, ishonsa odam. Mana Maratjon bitta uyni topshirgan. Marat Xayrullayevich odamlarni aldayaptimi? Imorat Development nomi ostida uylarni qurib sotuvchi Marat Xayrullayevичdan xaridorlar norozi. Tadbirkorning qator loyihalari arzon narx va qulay to'lov shartlari bilan jozibali ko'rsatilgani bois yuzlab odamlar to'lov qilgan. Ammo oradan ko'p o'tmay mijozlar va kompaniya o'rtasida nizo chiqa boshlagan. Bunga hali bitmagan uy uchun tuzilgan shartnomani bekor qilmoqchi bo'lgan fuqarolardan xonadon umumiy qiymatidan 10% dan 12% gacha jarima ushlab qolish amaliyoti asosiy sabab sifatida keltirilyapti. Bundan tashqari Kun.uz bilan suhbatlashgan murojaatchilarga ko'ra, xaridorlarga uylarning lokatsiyasi haqida yolg'on ma'lumotlar berilgan va ular bilan qo'pol munosabatda bo'lingan. Pulimni qaytarib bersa bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi pulim shular deyapti. Hozir men o pullarimdan qancha ishlar qilgan bo'lardim misol. Hali qurilishi boshlanmagan joyga 10% dan 120 million olib qolamiz deyishyapti. Ariza yozayotgan joyimda arizamni buklab tashlavordi. 1 oy ichida qaytarib berish kerak edi, lekin mana 4 oy bo'ldi, hali 1 so'm ham olganim yo'q. Marat Xayrullayevичning o'zi ham 1 oy ichida 200 nafar odam shartnomani bekor qilgani haqida aytgan. Ya'ni shartnomani bekor qilsa, bular umuman pulini qaytib bermas ekan degan tushuncha bo'lib qolmasligi uchun shuni aytib o'taman. Shu bugunga qadar 10 milliardga yaqin pul mablag'lari qaytib berilgan. Bir paytning o'zida ko'p inson bekor qilganligi uchun albatta bizda hamma qurilish ishlarimizni yoki butun moliyaviy rejalarimizni to'xtatib qo'yib insonlarga pulini qaytib bera olmaymiz. Qonun tartibida o'sha shartnomada belgilangan tartib va shartlari bo'yicha qaytib beryapmiz.